Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qizlarjonlar, xayrli onlar, xayrli tong. Bugungi tongni ham siz bilan qarshi olayotganimdan judayam xursandman. Qizlarjonlar, biz kecha sizlar bilan tana haqida gaplashdik. Tana bu biz. Ya'ni bizni yer sayyorasidagi vazifamizni to'liq amalga oshirishimiz uchun kiyishimiz kerak bo'lgan libos. Ruhimiz uchun tana bu libos hisoblanadi. Demak, yana tana haqida bir oz davom ettiramiz va undan keyin boshqa bir mavzularga ham o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Qizlarjonlar, biz kecha siz bilan gaplashdik tananing tozaligi. Ya'ni oziq-ovqatlarning iste'moli, umuman olganda taomlanishning madaniyati haqida gaplashdik. Qo'polroq qilib aytsam, taomlanishimizni to'g'rilashni boshladik, madaniyatliroq taomlanishga o'tishni boshladik. Bu borada payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning nabaviy taomlanish tartiblari bor. Bu haqda albatta ilmda izlanib ko'ring, juda ham yaxshi narsalar topasizlar. Ochlik qay darajada organizmni tozalashi, ro'za qay darajada insonni sog'ligiga foyda ekani, o'sha ratsion bilan, ya'ni tartib bilan ovqatlanish va yengil taomlarni hayotingizga olib kirish, qovoq, xurmo, suv, bular qay darajada sizni hayotingizda katta rol o'ynashi va qanchalik yengil taomlar bo'libgina qolmasdan organizmingiz uchun juda foydalari haqida juda ko'p ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Bu ma'lumotlarni qayerdan olaman? Bunday ma'lumotlarning kitoblari bor yoki internet tarmoqlarida saytlar bor. Bemalol siz u yerlardan o'rgansangiz bo'ladi. Muslimat.uz'ni aynan kanallarida ko'p kuzataman. Bu boradagi tartibni, o'sha nabaviy tabobati deb nomlangan, adashmasam ko'rsatuv edi, hozir eslolmayapman. Bu ko'rsatuvdan ham ko'p narsa olsangiz bo'ladi. Xullas kalom, izlangan imkon albatta topadi, ishoninglar. Sizlarga bugun tanamizni yana bir odat tusiga kirgizish kerak bo'lgan madaniyati bu sport haqida gaplashmoqchiman. Mashqlar, aktivnost, ya'ni faollik haqida gaplashmoqchiman. To'g'ri, shaxsan o'zim hozirgi paytda juda aktiv sport bilan shug'ullanmayman, lekin yurishga обязательно chiqaman. Bu sport turiga albatta kiradi tez yurish ham, lekin buni men aynan sport turi sifatida emas, balki hujayralarimning harakatlari, yangi hujayralarni paydo qilish va eskilari bilan tezroq xayrlashish uchun tanamga yordam sifatida qarayman. Xo'p, aktivnost nima beradi bizga? Hayotdagi faollik, sport bilan shug'ullanish, raqsga tushish, suzishga borish, tennis o'ynash va hokazo. Siz o'zingiz istagan sport turini, faqat harakati faol bo'lgan sport turi desam albatta shashka yoki shaxmatni tanlashingiz emas, balki harakatlari faol bo'lgan sport turlarini tanlaganingizda bu sizni tanangizni judayam sog'lomlashtirishiga yordam beradi. Nima uchun? Birinchidan, o'sha hazm sistemasi bizga har doimgi muammolarni keltirib chiqaradi. O'zi hazm sistemasi hamma muammolarni keltirib chiqarsa kerak, menimcha. Kasalliklarning asosiy sababi ruhiyat bo'lsa, keyingi o'rinda bu o'sha iste'mol qilingan taomlarni hazm qilmaslik bo'lsa kerak. Chunki taom ichkarida qolib ketadi, srok o'tib ketadi, tezroq tushib ketmaydi u organizmdan, qabziyat bezovta qilishni boshlaydi va hokazo. Va bu ovqatlar ko'p organizmda qolib ketgani hisobiga zaharlanish organizmga tarqab ketishi mumkin. Va mana shu holatda sizda izjoga paydo bo'ladi ba'zan, ovqatingiz yaxshi hazm bo'lmagani uchun yoki bo'lmasam o'sha qorningiz dam bo'lishi, umuman hamma kasalliklarning bundoq ildizini qaraganimizda baribir organizmimizdagi qolib ketgan qoldiqlar sabab bo'ladi. Xo'p, demak, aktivnost, ya'ni faollik bu narsalarni aksiga javob beradi. Ya'ni faollik bilan siz nafaqat tanangizdagi taomni hazm qilishingiz, balki har bitta
organizmga siz поддержка berishingiz mumkin, energiya berishingiz mumkin. Nimaga? Siz yurayotganingizda, turayotganingizda, sakrayotganingizda, raqsga tushayotganingizda siz harakatlanasiz va siz bilan birgalikda o'sha hujayralar ham harakatlanishni boshlaydi. Ko'p holatda siz harakatsiz bo'lib qolgan paytingiz o'lik hujayralar shunchaki tanani tark etadi va o'ziga qulay bo'lgan joyga tushib joylashib oladi. Biz harakatlanganimizda, tez yurganimizda, yugurganimizda, sakraganimizda, raqsga tushganimizda, umuman faol harakat qilganimizda bu o'lik hujayralar sekin-sekin silkinishi orqali hazm sistemasi yo'nalishiga tushib oladida, hazm yo'liga tushib olgandan keyin u o'sha taomlar bilan birgalikda bizni o'lik hujayralarimiz ham bizni tanamizni tark etishni boshlaydi. Bunga oddiy misol ko'pchilik mana bilmaydi-da, nimaga biz har kuni dushga kirsak ham bizdan kir chiqadi. Nima deb o'ylaysizlar? Endi boshqa darslarimda bo'lgan qizlar buni javobini biladi, конечно. Lekin o'ylab ko'ringlar-da, nega bizdan kir chiqadi har kuni? To'g'ri. Bizni tanamiz har doim o'zidan yog' ishlab chiqaradi va yog' bilan chang aralashganda, ya'ni ekologiyadagi chang miqdori ko'pligi hisobiga tabiatdan kelayotgan bizga changlar, mashinalar orqali umuman olganda o'sha shaharimizni holatiga qarab va bu tanamizdan chiqayotgan yog' miqdoriga yopishib kir hosil qilishi bu to'g'ri. Bu biz biladigan sababi. Lekin har kuni bizdan kir chiqishi, masalan, ko'chaga chiqmadingiz, tashqariga chiqmadingiz, changlanish darajangiz kamaydi anchagina. Lekin siz yana dushga kirganingizda yana siz o'zingiz ish qilganingizda kir chiqaveradi. Bu narsa sizni o'lik hujayralaringiz. Tana har kuni o'zini yangilaydi, yurak har kuni o'zini yangilaydi, buyrak har kuni o'zini yangilaydi, jigar har kuni o'zini filtrlaydi va hokazo. Siz 1 yil mobaynida to'laqonli yangi tanaga, to'laqonli yangi organizmga ega bo'lasiz. Butun miyangizgacha 1 yil mobaynida yangi shakllanib bo'ladi. Yangi miya, yangi yurak, yangi buyrak, yangi oshqozon, bular hammasi. Biz har kuni xuddiki ilon po'st tashlagandek o'z po'stimizni tashlab boramiz. Har kuni juda oz miqdorda. Shuning uchun ham bizga bu narsa ko'rinmaydi, bilinmaydi. Lekin mikroskop orqali ko'rilganda o'sha tanamizdagi bundoq quruq shashlar bizga shunaqa tuyuladi-ku, yoki bundoq ish qilganimizda kir chiqishlar, bular hammasi tananing qismchalari va faqatgina o'z vazifasini bajarib bo'lingan, o'lgan hujayralar va bular sizni tark etishi uchun siz tez-tez dushga kirib, cho'milib, o'zingizni o'sha kirlardan, ya'ni o'lik hujayralaringizdan tozalab turishingiz kerak bo'ladi. Va bu paytda bilasiz, po'ralarni bekitib qo'yganda tanadan yog' chiqish miqdorini yopib qo'yadi. Shuning uchun ham dush yoki dushda ko'p yotish, dushga suv to'ldirib yotish bu tanani po'ralarini ochib beradi, havo yaxshi kirib chiqadi tanaga va hokazo. Biz tez yurganimizda, tezroq harakat qilganimizda, yugurganimizda, sakraganimizda, raqsga tushganimizda va hokazo aktiv faoliyat bilan shug'ullanganimizda mana shu o'lik hujayralarni ichki organizmdan tushishiga, tezroq hazm bo'lishiga, tezroq undan xalos bo'lishimizga yordam beramiz. Nimaga? Siz harakatsiz o'tirganingizda, masalan, olaylik 10 kunda chiqib ketishi kerak bo'lgan o'sha o'lik hujayra siz harakatlanganingizda 2 kun mobaynida chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun ham sizda aktivnost qanchalik ko'p bo'lganda g'oyalar shunchalik ko'p keladi, motivatsiya ko'proq olasiz, stressdan xalos bo'lasiz, eski ongdan ochilishni boshlaysiz. Nimaga? Yurish ochvoradi insonni, g'oyalarga ochilib ketadi deb ko'p biz ta'kidlaymiz. Sababi rostdan shunaqa bo'ladi. Chunki sizni ongingiz o'zini vazifasini bajaryapti, siz поддержка qilyapsiz yurakni, buyrakni, jigarni, qorataloqni, oshqozonni, hamma joyingizni. Va bu поддержка qilganingiz uchun siz energiya berasiz. Qon aylanish sistemasi aktivlashgani hisobiga energiya o'zingizda saqlanib qoladi va har bir organizm o'z energiyasini o'ziga sarflaydi. Ovqatni hazm qilishga, zaharlanishdan xalos bo'lishga, o'lik hujayralarni haydashga emas, balki o'zini o'zi yengillashga, o'zini o'zi aktivlashtirishga, o'zini o'zi faollashtirib, hayot tarzini tezlashtirishga sarflaydi. Mana shuning uchun ham aktivnost bizning hayotimizda juda muhim. O'zim shaxsan har kuni erta tongda chiqa olmasam ham, lekin
kirganda обязательно yurishga chiqaman. Kim man javob bera olaman, qila olaman desa, agar ertalab va kechqurun 10,000 qadamdan yursa, unda vobshe bomba bo'ladi rivoji. Men bunga kafolat beraman. Sababi sizdagi o'y fikrlar yengillanadi, kislorod kiradi, ichkariga karbonat angidrid chiqib ketadi. Buni ko'rib turgan ong, demak, yangi kislorod kirib kelyapti organizmga va karbonat angidrid meni tark etyaptimi? Demak, men ham aynan tanani qilayotgan ishini qilishim kerak degan qabul programma o'ziga joylashtiradi-da. Endi u eski energiyalarni, eski o'y fikrlarni o'zidan musor qilib otvorib, o'ziga yangi energiyani qabul qilishni boshlaydi, yangi g'oyalarni qabul qilishni boshlaydi. Va shuning uchun ham sayrga chiqqaningizda, tez yurishga chiqqaningizda anglash yurmayotgan insonlarga nisbatan 10 barobar, даже 20 barobar kuchayib ketadi. Shuning uchun ham tez yurishni foydalari juda ham ko'p. Sportni xohlagan turini tanlang, farqi yo'q. Men juda shartsizman. Faqatgina aktivnost sizni hayotingizga kirib kelishi shart. Va bu aktivnost albatta tanlashingiz kerak bo'lsa, ertalabni, ya'ni tongni yurishga tanlang. Yo'q, meni vaqtim bo'lmaydi desangiz, unda juda bo'lmasa kechni tanlang, lekin baribir ertalabki yurishga, ertalabki barakaga men ko'proq amal qilaman. Endi kim bo'lishingizdan, qanday bo'lishingizdan qat'iy nazar o'zingizni qabul qilishni o'rganing. Qanday qabul qilasiz? Siz o'zingizdagi plyuslarni hisoblab yozib chiqishni boshlaysiz hoziroq. Va biz o'zimizdagi plyuslarni ko'pligini ko'rganimizda, bizda ichki o'zimizga nisbatan ishonch uyg'onishni boshlaydi. Nima o'ylashingizdan, qanday fikrlarda bo'lishingizdan qat'iy nazar hammasi xayr ekanini har doim o'zingizga ta'kidlang. Va siz Alloh taoloni bandalarim men bandalarimning gumonidaman degan so'zini esingizga oling-da, o'zingizni o'y fikrlaringizni o'sha gumon asosida shakllantirishga harakat qiling. Ya'ni markaz Alloh taoloning men bandalarimning gumonidaman degan so'zi bo'lsa, uni atrofiga siz faqatgina gumoningizda kirib kelishi kerak bo'lgan, hayotingizda reallashishi kerak bo'lgan o'y fikrlarni filtrlashni boshlaysiz. Keyingisi bu o'zingizni qanday his qilishingizdan qat'iy nazar har doim o'zingizga xuddi onangizdek mehribon bo'ling. Chunki ona har qanaqa vaziyatda farzandini qabul qiladi, qabul qilishga urinadi. Hech bo'lmasa podдержка beradi, qabul qila olmasa ham. Shuning uchun eng yaxshi ona rolida siz o'zingiz uchun birinchi navbatda o'zingiz bo'ling. O'zingizni eng yaxshi ko'rgan farzandingiz bo'ling. Bu paytda sizni oyingiz yoningizda bo'lmasa ham, sizni hech kim podдержка qilmasa ham, siz o'zingiz zo'r podдержка qila olasiz. Ko'pchilik insonlar so'raydi-da, qanaqa qilib stressdan chiqib ketasiz? To'g'ri, menda ham rosa ko'p bo'ladi shunaqa vaziyatlar, yoqimsiz holatlar. Eng og'ir paytlarda men o'zimga eng kuchli motivatsiya bu, men Allohga erkatoyiman. Robbim hozir meni mahkam quchoqlab kaftida olib o'tyapti mana shu vaziyatdan. Demak, bu vaziyat meni Robbim bilan yaqinlashtiryapti degan nazar bilan qarashni boshlayman. Bunaqa nazar bilan qaraganimda menga muammo bo'lib ko'rinmaydi. Menga muammolar shunchaki Robbim bilan yaqinlashish uchun sabablar bo'lib ko'rinadi. Va muammoga ham muammo emas, balki rohat deb qarashni boshlayman. Bunaqa vaziyatda sizda уже muammo degan fikr o'zi qolmaydi, tozalanib ketadi hammasi. Shuning uchun bundan foydalanib ko'ring. Qanaqa ko'rinishingizdan qat'iy nazar siz mana shu Alloh bergan tabiiy holatingizda, har qanday vaziyatingizda eng go'zalisiz. Mukammal yaratilmagan inson degan fikrlarni eshitamiz-da, ideal shaxs yo'q. To'g'ri, lekin sizning yaratilishingizni o'zi idealizm. O'zi ideal shaxssiz aslida. O'sha bitta ko'zimizga ahamiyat berganmizlar, kichkinaroq bitta ko'zimizda. Kim ahamiyat bergan? Labimizni qayerdadir qiyshiqroq, yuzimizni qayerdadir bizga yoqimsizroq. Lekin Robbim mana shu holatda bizni ideal qilib yaratgan. Ikkinchi qoshimiz bilan birinchi qoshimizni solishtirganimizda doimo ikki xil chiqadi. Bu degani har bir narsa
individual yaratilingan. Har bir narsa individ, ya'ni shaxs. Hech kimga o'xshamagan. Shaxsiyat. Bu degani, demak sizdagisi yo'q. Sizni egzigingiz ham aynan siz bo'la olmaydi degani. Demak siz mana shu yakkalik bilan, mana shu yagonalik bilan Alloh taoloni mana shu hech kimga o'xshatmasdan sizni bitta komplektda qilib yaratgani bilan siz idealsiz. Demak, o'zingizni qanday ko'rinishda bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'zingizni qabul qilishni o'rganing. Qanday yashash tarzidan qat'iy nazar, ya'ni qanday xonadonda yashaysiz, qanday oilada tug'ilgansiz, biling. Sizni boyligingiz, sizni haqiqiy sevgingiz, sizni haqiqiy baxtingiz bu aynan o'sha oila edi. Siz boshqa oilada tug'ilganingizda bugungidek baxtli bo'la olmasdingiz. Xoh kambag'al oila bo'lsin, xoh boy oila bo'lsin. O'zi aslida men kambag'allik va boylikni moddiyat bilan o'lchamayman hech qachon. Har doim ong darajasi bilan o'lchayman yoki bo'lmasa o'sha insondagi iymon bilan o'lchayman. Shuning uchun siz har doim ahamiyat bering. Qanaqa vaziyatda, qanday oilada, qanday imkoniyatda tug'ilishingizdan qat'iy nazar, bugungi siz bo'lish uchun bu oila sizga ko'p xizmat qildi. Va siz o'sha oiladan minnatdor bo'ling, faxrlaning va shukr qiling. Chunki Alloh taolo sizni variantingizdagi siz uchun eng xayrlisini berdi. O'zimizni qabul qilishdagi samatsankani pastligi ba'zan bizni ne to oilada tug'ilganman, bu oila menga to'g'ri kelmasdi, balki yaxshiroq oilada tug'ilishim kerak edi degan fikrlar bo'ladi. Shuning uchun mana shu oila aslida siz uchun eng xayrlisi edi. Hatto ota-onangiz ajrashgan bo'lsa ham, hatto otangiz sizni tashlab ketgan bo'lsa ham, hatto onangiz sizni tashlab ketgan bo'lsa ham, hatto onangiz bilan birga yashaydi, lekin sizlarda pul, mablag' yetishmagan bo'lsa ham, qachonlardir qaysidir kichkinaligingizdagi orzularingiz amalga osha olmagan bo'lsangiz ham, hozir ham yetishmovchiliklar bilan yashayotgan bo'lsangiz ham, bu siz uchun eng xayrlisi edi. Va harakat qilishingiz bilan Alloh taolo gumonlaringizga yarashasini berishini esingizdan chiqarishingiz kerak emas. Demak, buguncha biz mana shularni har birini o'zimiz uchun konspekt qilib yozamiz va har biri uchun kamida 5 tadan o'zingizdagi xislatlarni topib yozib chiqasiz. Endi hayotda yashashga nisbatan o'zingizni rag'batlantirish uchun, ya'ni duh paydo qilish uchun men sizga bir ikkita podskaskalar beraman. Bu bo'yicha mana podskaskalardan foydalangan holatda o'zingiznikini shakllantirib chiqasiz. Demak, birinchisi ichki go'zalligingizni, ichki nuringizni his qilishni boshlang. Qanday qilib deysizmi? Sizda ichki nur yo'q deb o'ylayapsizmi? Siz ichki go'zallikda emasman deb o'ylayapsizmi? Unda nega Robbim sizni qalbingizda? Nega unda sizni Robbingiz qalbingizda? Demak, u yer go'zalroq. Shuning uchun Alloh taolo aynan qalbingizdan joy olmoqchi bo'ldi. Har doim atrofingizdagi insonlar bilan garmoniyaga kirishishga intilib ko'ring. U qaysi ongda bo'lishidan qat'iy nazar, siz uni to'g'rilashni emas, siz shunchaki unga sevgi berishni o'rganing. Sizni qabul qiladimi, sizdan nafratlanadimi, sizga razdражение qiladimi, ahamiyati yo'q. Bir sirni ochaymi? Sizdan qanchalik nafratlangan, sizni qanchalik qabul qila olmayotgan, sizni qanchalik tan ola olmayotgan insonlar sizga qay darajada ko'p o'zini sof energiyasini berayotganini bilganingizda edi, atrofingizdagi har bir inson sizni yomon ko'rishini juda xohlagan bo'lardingiz. Ular sizdan nafratlanishi bilan bor o'zidagi ijobiy xayollarni sizga o'tkazib beradi. Chunki borliq shunaqa ishlaydi va sizdan yomon gumon qilgani uchun sizdagi hamma kirliklarni o'zlariga oladi. Zora, shunchaki o'y fikrni o'zi bilan biz qancha savoblarimizni insonlarga tarqatib yuborayotganimizni o'zingiz bir fikrlab ko'ring. Ko'p hayotingizni qismini, vaqtingizni qismini tabiatda o'tkazishga harakat qiling. Chunki Alloh taoloning bizga murojaati bor. Tirik Qur'onni ko'rmoqchimisan? Tabiatga qara. Osmon, tog', daraxtlar
Robbimiz haqida ko'p narsalarni bizga so'zlab beradi. Faqat uni eshitish va anglash uchun bizni qalbimiz ham Robbimizga qaratilgan bo'lishi kerak. Biz eshita olishimiz kerak tabiatni. Demak, biz qachon tabiatni eshitamiz? Qachonki tanamizni eshitishni boshlaganimizda, sekin asta tabiatga ham bizni qalbimiz ochilishni boshlaydi. To'rtinchisi, har doim eshitishingiz kerak bo'lsa, Qur'onni eshiting. Bu juda zo'r tozalaydi. Suralar pozitiv qo'shiq eshiting. Hech qachon salbiy so'zlar ishlatiladigan qo'shiqlar eshitmang. Tavsiya qilmayman. Chunki bu ongingizda, ong osti darajasida anglanmagan holda programmalarni, dasturlarni hosil qilishni boshlaydi va vaqti kelib siz o'sha klipdagi hayotda yashayotganingizni, o'sha qo'shiqdagi so'zlarni hayotingizga olib kirib olganingizni, o'sha qo'shiqdagi so'zlar siz hayotingizda real ishlayotganini ko'ra boshlaysiz. Kumush Razaqova aynan shu gaplarni aytgandilar. Men kuylagan har bir qo'shig'imda real yashab ko'rdim hayotimda keyin. Shuning uchun qo'shiq kuylashga qo'rqdim. Nega bilasizmi? Chunki hammasida yolg'izlik haqida kuylaganlar asosan. Yomg'ir qo'shiqlari va hokazo. Ahamiyat berib ko'ring. So'z shu qadar buyuk ne'matki, u bizni hayotimizda reallashadi. Shuning uchun so'zlarni eshitayotganingizda filtrlashga, qo'shiqlarni eshitayotganingizda uning so'zlariga ahamiyat berishga urining. Ijod qilishdan lazzatlanishni o'rganish kerak inson. Siz agar ijod qila olmayotgan bo'lsangiz, demak ayol hali bo'lmadingiz. Ayolda ijodkorlik juda yuqori bo'ladi. Женственный energiya bu ijod hisoblanadi. Bu ijod balki siz kashta tikarsiz, balki siz bitta libos ijod qilarsiz tikib, balki siz rasm chizarsiz, balki siz san'at asari yaratmoqchi bo'lgandirsiz taomdan, balki siz naqsh qilarsiz. Nima sizni maza qildiradi? Nima? Gul yasaysizmi? Gul chizasizmi? Yoki shunchaki o'zingiz rasmingizni chizasizmi? Konspekt yozib, konspektlaringizni gul bilan to'ldiradi. Nima sizni kayf qildiradi? Mana shu ish bilan shug'ullanganingizda siz haqiqiy ijodda lazzatlanasiz va bu hayotga nisbatan yashash tarzini faollashtiradi. Hayotga nisbatan ishtahani ochadi. Hech qachon esingizdan chiqarmang, sizga ruhiy opit bergan insonlar. Ya'ni masalan, sizga yoqimsiz bo'lgan bo'lishi mumkin qachonlardir do'stingizni xiyonati. Lekin siz mana shu xiyonatdan keyin nega aynan menda bunaqa vaziyatlar tez-tez sodir bo'ldi? Demak, men o'zim ustimda ishlashim kerak degan savol bilan bugun balki siz shu yerda o'sha do'stingiz sabablidirsiz. Shuning uchun sizga bergan darsini anglab turing. U siz bilan tuzgan ruhiy olamdagi, almisoq davridagi kontrakti asosida, ruhiylardagi nima desam ekan, hamkorlik asosidagina sizga yetkazib beryapti. Aslida u aynan sizga bunaqa ozor berishni istamaydi. Siz o'zingiz borgansiz ularning oldiga qachonlardir va menga shu zarbalarni ber va men shu orqali o'say, shu orqali uyg'ona olay degan kontraktni tuzib kelgansiz. Shuning uchun sizni uyg'otgan, sizga ruhiy holatda rivojlanish uchun turtki bergan, xoh salbiy, xoh ijobiy bo'lsin, insonlardan har doim minnatdor bo'lishni va ularni hech qachon esingizdan chiqarmaslikka harakat qiling. Va siz nimalarga bugun qiziqyapsiz va qaysi qiziqishlaringiz уже sizni tark etyapti. Bularni razobratsa qilib ko'ring. Filtrlab ko'ring. Bugun aynan sizni nima qiziqtiryapti? Bular haqida qiziqib ko'ring. Ishoning, kechagi sizdan ko'ra bugungi siz ancha o'zgardingiz. Chunki biz har lahza o'zgaramiz, har lahza ongimiz kengayadi, har lahza ilm olamiz va har lahza kengayib boradi ongimiz. O'sha kengayishda suzishni boshlaymiz. Bugungi qiziqishlar kechagidan ancha farqli bo'ladi. Va albatta 8-si
o'lim haqida eslab turing. O'lim haqida eslaganingizda hozir va shu yerda bo'lib qolasiz. Va hozirning o'zida ham yaxshilik, ham vaqt, ham mazzani tuyish uchun maksimal darajada harakat qilishni boshlaysiz. Bugungi tavsiyalar, vazifalar mana shulardan iborat. Har biringizni vazifangizni intizorlik bilan qanday bajarayotganingizni kuzatish orqali kutib qolaman. Azizam, uddalaysiz. Chunki siz ayol, havosiz.